Yo'q, yaqinlar qaranglar 300 ming so'm pul yutug'ini bitta dona savolimga to'g'ri topgan odamga beramiz. To'g'ri qizga. Assalomu alaykum. Mayli, men bir daqiqaga qarang, sizga bitta dona savol beraman. Savolimga to'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, mana shu 300 ming so'm pulni sizga berib yuboraman, sovg'a qilaman. Adabiyotdan bo'ladi savolim. Al-Farg'oniyni tug'ilgan sanasini ayta qoling bo'ldi. Tug'ilgan joyini, tug'ilgan sanasini aytsangiz, men sizga 300 ming so'm sovg'a qilaman. Bilasizmi? O'ylab ko'raman. Aha. 300 ming so'm pul yutug'i. Bora video olishayotgan ekan. 791 Yo'q, yaqin qarang. 797. Voy, gap bo'lishi mumkin emas, adashmasanlarga xayolingiz keldi. Yaqinlar, siz agar hamma biladigan bo'lsa, haqiqatan 797-yili tavallud topgan, Farg'onada tavallud topgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Pul yutug'iz 300 ming so'm, sizga bu 300 ming pul. O'yinimiz qalay, yoqdimi? Voy, gap bo'lishi mumkin emas. O'yinim o'zimga ham yoqadi, yaqinlar, sizlarga ham yoqsa, meni kuzatinglar. Keyingi ishtirokchilar bo'lishinglar mumkin. Qanaqadir savollar bo'ladi. Men uchun ko'proq adabiyotdan savol beraman, yaqinlar, chunki o'zim adabiyotga qiziqaman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, qani go.